Xo'p, mana qizlar shaykalarni ko'ryapmiz, 34 hafta og'riq berib kelgan. O'zi odatda bilasizlar, har bitta ayolni shaykasini ko'rish kerak. Bu yerda vahimali narsa yo'q. Men maslahat bergan bo'lardim. Bitta mazok topshirib qo'ysalar, вообще zo'r bo'lardi. Ko'pchilik savol beryapti, shayka o'lchash pullimi deb. O'zi bu protokolda ichida bo'lgan narsa. Buni biz tekin yo anaqa deyilmaydi. Buni ichida har bitta ayolni o'zi ko'rish kerak bo'lgan tekshiruv hisoblanadi. Bu shuni ichida shaykangizni servikometriya qilish, yer yuzida hech qachon pulli bo'lmagan, o'sha to'lagan pulingiz ichida bo'lgan, o'sha uchun mana shunaqa qilib aytiladi. Bu ichida o'lchanib ketiladi. Servikometriya bu hech qanaqa pul talab qiladigan tekshiruv usuli emas. Yaxshi, xavotirga o'rin yo'q. Yaxshi, shaykalari, ozginagina servikozlari bor, shamollashlari bor, servitsitlari bor. Mazok topshirib olsalar zo'r bo'ladi. 34